gapirmayman, men spokойно gapiraman va oxirgi shart Qomonxon uchun mana ijobiy bu yashil to'g'rimi? Ijobiy deyiladi. Va menga tushgan foydali narsa bu qoshiq va kapkir. Da, qani bundan foydalana oladimi yoki yo'qmi? Ko'ramiz. Men foydalanmayman chunki jekon ostidan kuldi. O'zi negativ. Videolarim ham yomon ko'radi o'zi. Endi seni podpischiklaring. Meni yoshligidagi o'qituvchim boshimga duduq o'qib qolganman-da, o'shandan ko'rasiz hozir siz. Hadi, tez gapiradi. Yo'q. Oxirgi o'qishga bizlar bugun mana sizlar bilan Буду кричать, до конца мне услышишь. Моим gapirmayman, men spokойно gapiraman va oxirgi shart Qomonxon uchun mana ijobiy bu yashil to'g'rimi? Ijobiy deyiladi. Va menga tushgan foydali narsa bu qoshiq va kapkir. Da, qani bundan foydalana oladimi yoki yo'qmi? Ko'ramiz. Men foydalanmayman chunki jekon ostidan kuldi. O'zi negativ. Videolarim ham yomon ko'radi o'zi. Endi seni podpischiklaring. Meni yoshligidagi o'qituvchim boshimga duduq o'qib qolganman-da, o'shandan ko'rasiz hozir siz. Hadi, tez gapiradi. Yo'q. Oxirgi o'qishga bizlar bugun mana sizlar bilan буду кричать, до конца мне услышишь. Моим gapirmayman, men spokойно gapiraman va oxirgi shart Qomonxon uchun mana ijobiy bu yashil to'g'rimi? Ijobiy deyiladi. Va menga tushgan foydali narsa bu qoshiq va kapkir. Da, qani bundan foydalana oladimi yoki yo'qmi? Ko'ramiz. Men foydalanmayman chunki jekon ostidan kuldi. O'zi negativ. Videolarim ham yomon ko'radi o'zi. Endi seni podpischiklaring. Meni yoshligidagi o'qituvchim boshimga duduq o'qib qolganman-da, o'shandan ko'rasiz hozir siz. Hadi, tez gapiradi. Yo'q. Oxirgi o'qishga bizlar bugun mana sizlar bilan буду кричать, до конца мне услышишь.